5-sinf tarbiya darsligi. Mavzu: jamoat transportida. Darsimizning maqsadi: o'quvchilarga jamoat transporti turlarini, ularning vazifalari, hayotdagi o'rni haqida bilimlar berish. O'quvchilarda jamoat transporti haqida so'zlashuv ko'nikmalarini shakllantirish. Tarbiyaviy maqsadi: o'quvchilarni jamoat transportlarida odobli, e'tiborli va tarbiyali bo'lishga o'rgatish. Keksalarga, nogironlarga va bolalarga hurmat bilan munosabatda bo'lishni targ'ib qilish. Rivojlantiruvchi maqsadi: o'quvchilarning og'zaki nutqini, eshitib tushunish, so'roq berish va javob berish ko'nikmalarini rivojlantirish. Nutq faoliyatini muloqot, dialog tuzish va shu kabi vazifalarni yuklaydi. O'quvchilar hamma darsga tayyormi? Kayfiyatlarimiz a'lomi? Bugungi mavzumiz jamoat transporti hisoblanadi. Bu mavzu yuzasidan matn berilgan ekan. Keling birgalikda bu matnni o'qiymiz. Sarvar bilan Shuhrat avtobusga chiqishdi. Qarashsa, avtobusda bo'sh joylar ko'p ekan. Ular 7 bekatdan keyin tushishlari kerak edi. Shuning uchun o'rindiqqa o'tirib olishdi. Yo'l-yo'lakay avtobus odamlar bilan to'ldi. Ko'zingni yum, o'zimizni uxlaganga solib o'tiraylik. Bo'lmasa kattalarga joy berish kerak bo'ladi, dedi Shuhrat. Bo'pti, dedi Sarvar. Ikkovi ko'zini chirt yumib ketaverdi. Bir mahal ko'zlarini ochib qarashsa, tushadigan bekatidan o'tib ketishibdi. O'quvchilar, bolalar to'g'ri ish qilishdimi? Shuhrat va Sarvarning qilgan ishlarini baholang. Nima uchun ular kerakli bekatdan o'tib ketishdi? Chunki ular hiyla qilmoqchi bo'lishdi. Lekin bu o'xshamadi, o'zlarining zarariga ishladi. Ularning yolg'oni nimalarga olib keldi? Demak, o'z bekatlaridan o'tib ketishiga. Ularning o'rnida siz bo'lganingizda nima qilardingiz, aziz o'quvchilar? Siz ham kattalarga joy bermasdan ko'zingizni yumib uxlab o'tirarmidingiz? Yo bo'lmasa, kattalar va yosh farzandli ayollarga joy bergan bo'larmidingiz? Barakalla, har doim kattalarga joy berish kerak. Aziz o'quvchilar, darsligimizga e'tibor beramiz. Bu yerda jamoat transportida yo'lovchi o'zini qanday tutishi kerakligini aniqlang deb gaplar berilgan ekan. Gaplarga e'tibor beramiz. Avtobusni iflos qilish. Bu to'g'rimi, aziz o'quvchilar? Ha, albatta bu noto'g'ri. Har doim tozalikka e'tibor berish kerak. Odamlarni turtib itarib o'tish. Bu to'g'rimi? Albatta bu noto'g'ri. Odobli bo'lish, rahmat, iltimos deb muomalada qilish. Ha, albatta har doim rahmat va iltimos so'zlarini ishlating. Esnaganda, yo'talganda, aksirganda og'izni yopish. Chunki avtobusda odamlar ko'p bo'lganligi sababli har doim og'zingizni yoping. Esnaganda, aksirganda va yo'talganda. Keksalarga, bolalar va homilador ayollarga joy berish. Albatta, o'zingizdan kattalar, homiladorlar va yosh bolalilarga joy bering. Birovning oyog'ini bosib olsa, uzr so'rash. Albatta, agar bu ishni qilsangiz, uzr so'rang, aziz o'quvchilar. O'quvchilar, rasmga e'tibor beramiz. Avtobusda siz tengi yosh bola o'zidan katta insonlarga joy bermoqda. O'quvchilar, keyingi suratga e'tibor beramiz. Bunda nima tasvirlangan? Bunda metro, ya'ni yer ostidan yuruvchi metroning surati tasvirlangan. O'quvchilar, darsligimizda metro haqida qiziqarli ma'lumot berilgan ekan. Metropoliten yoki metro tezyurar temir yo'l transportidir. Bu shahar jamoat transportlarining bir turidir. Odatda metro poyezdlari yer osti temir yo'l izlaridan harakatlanadi. Ammo keyingi yillarda metroning yer usti yo'llari ham ishga tushmoqda. Demak, o'quvchilar, metro faqatgina yer ostida emas, balki yer ustida ham harakatlanar ekan. O'quvchilar, metro haqida qiziqarli fakt. Metrolarning birinchi 6 kilometr yo'l Londonda qurilgan. U 1863-yilning 10-yanvarida ishga tusha boshlagan.
Bu ma'lumotni albatta xotirangizda saqlab qoling. Aziz o'quvchilar, sizlar ham metroga chiqqanmisizlar? Metrodan foydalanish qoidalari berilgan ekan. Yo'lovchilar majburiyati, yo'l haqini to'lashi, eskalatorning tutqichidan ushlab, o'ng tomonda turish, poyezd to'liq to'xtamaguncha platforma chizig'idan o'tmaslik, vagonda keksalar, bolalar va homilador ayollar uchun joy berish, vagonning eshigiga suyanmaslik, yo'lovchilarning kirish-chiqishiga xalaqit bermaslik. Demak, bu yo'lovchilarning majburiyati. Demak, bu yerda yana taqiqlangan harakatlar ham berilgan ekan. Turniket va to'siqlarning ustidan oshib o'tish, eskalatordan yugurish, uning zinalariga o'tirish, vestibyul, o'tish yo'laklari, bekatlar, platformalarni hamda vagonlar salonini iflos qilish. Bu taqiqlangan ekan, aziz o'quvchilar. Bu ishlarni zinhor qila ko'rmang. O'quvchilar, velosiped minishni yoqtirasizmi? Velosipedda yurish orqali siz atrof muhitni muhofaza qilishga o'z hissangizni qo'shasiz. Chunki velosiped transportning ekologik toza va foydali turi sanaladi. Nima uchun deysizmi? Chunki velosipedda atrof muhitni zararlaydigan chiqindilarni o'zidan ajratmaydi. Jismoniy harakatlar tufayli mushaklaringiz va tanangiz chiniqadi. Kerakli manzilga toza havoda yetib olishingizga yordam beradi. Albatta o'quvchilar, velosiped minganda ham alohida velosipedlar uchun ajratilgan yo'lakdan yurishni unutmang. Bugungi mavzu hammaga tushunarli bo'ldimi, aziz o'quvchilar? Tushunarli bo'lgan bo'lsa bugungi mavzu, uyga vazifani daftarimizga belgilab olamiz. Zamonaviy yoki qadimiy transport turlari haqida qisqacha hikoya tayyorlang. Demak, o'quvchilar, o'z hikoyangizni yozasiz va unda zamonaviy va qadimgi transport turlari haqida ma'lumot berasiz. Keyingi darsgacha xayr, sog' salomat bo'ling.